Tuning box, tuning box, tuning box Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, boshlangan kuningiz xayrli barakatli bo'lsin. Bugun ishxonamizda Chevrolet Cobalt. Cobalt avtomobilini olib kelganlar egalari buni maqsad xullas chiroyli qilish, hamma joyini nimalar qilinayotganini hozir birma-bir sanayman. Mashinamizda shum izolyatsiya ishlari qilinyapti. Birinchi navbatda bu yerda polini polniy shum izolyatsiya qilamiz. 4 ta eshikni polniy shum izolyatsiya qilamiz. Tarpetkamizdan ham shu o'zimizdan ustida zo'r shum izolyatsiyani qilib beramiz. Shum izolyatsiyani premium yaxshi materiallardan ishlatganimizdan hisobiga yengil bo'ladi, vesi, sifati ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Mashinamizning undan tashqari shum izolyatsiyadan keyin akustikasi bor. Akustikasini ham chiroyli qilib yig'ish kerak bo'ladi boshqatdan. Bu yerda machetani 2 komponentli dinamiklar o'rnatilgan, oldida bu yerda 16,5 emasda 17 sm adashmasam diametri. Shuni hisobiga buni yaxshi podiumga qanaqadir perzelka qilib o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Mana bunaqa taxta podiumlarni olib tashlaymizda, buni o'rniga yaxshi podiumlardan o'rnatamiz. Taxta podium baribir vaqt davomida ishadi, buni natijasi yaxshi bo'lmaydi. Aynan mana shu podiumlar. Mana mamatlar ham qotganning o'zida yorilgan, bu qaranglar, ochilib yotib to'g'rasi. Shuning uchun hozir imkoniyat bormi, hozir mahsulot bormi, yaxshidan qilish kerak. Mashinaning eshiklarini birinchi top-toza qilib, tozalab, shum izolyatsiya qilib, oxirida dinamiklarni ham chiroyli qilib o'rnatib ketamiz. Bu yerda koaksial dinamik turibdi, pishalkasi o'zida ko'rasizlar, visokechastotniklari. Oldimizda bo'lsa komponent turibdi. Komponent bo'lganning hisobiga buni visokechastotniki alohida bo'ladi. Alohida visokechastotnikni mana bu yoqqa olib chiqib beramiz. U qo'yayotgan podiumimiz ham oddiy bo'lmaydi. Aynan visokiyning podiumini o'zimizga yasaydigan uslubda podiumlarga o'rnatamiz. Podium qayerda turibdi hozir? Yechilgan. Ulug'bek podiumimizdan ko'rsatib bitta. Sandan bu yerga o'rnatib qo'yish. Hozir narsalarni zapchasidan yechib oldik. Podiumni mana qaranglar qanaqa qilib qo'ydik. Bu yasaldi, qo'l bilan polniy. Hammasi chiroyli holatda. Ustiga kojasiga e'tibor beringlar. Qanaqa mayin, qanaqa chiroyli chiqqan. Mana burchi har bir joyiga e'tibor bersanglar, mana hech qatida g'ijimlanib qolgan joyi yo'q. Mana hammasi tekisda chiroyli bo'lib chiqqan. Mana visokiyni mana shunaqa o'rnatib qo'ydik. Rangi ham o'zini saloniga mos tushadi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu tepaga chiqarishdan maqsad buni ovozi shu sahna effektini qo'shib berish. Oldida peshalka teparoqda turganning hisobiga ovozi o'zi ham tepaga chiqadi, sahnaning effekti qo'shiladi. Shuning uchun podiumni ham o'rnatib yuboramiz, xudo xolasa. Kuzatib turinglar, mashinani sekin-sekin tozalab, hozir birinchi navbatda shum izolyatsiyasini boshlaymiz. Qanaqa materialdan qanaqa qilamiz, hammasini tushuntirib beraman. Bitta videoni like bilan qo'llab qo'yib, maza qilib tomosha qilishda davom ettiramiz. Tarpetkamizni joyiga chiroyli qilib taqib oldik. Buni o'ziga vibra yopishtirildi, ustidan material yopishtirildi. Vibra izolyatsiya yopishtiradigan joylariga vibralar yopishtirildi. Keyin tarpetkani tagida asosiy qilinadigan materiallardan zvuk izolyatsiya bo'ladi. Mana zvuk izolyatsiyadan polni yopishtirganmiz, ko'rasizlar. Mana shu motor tarafdan keladigan ovozni to'sish uchun mana shu narsa polni qoplandi. Endi tarpetka hozir yechilingan holatida ham bitta ko'rsatmoqchi edim. Bolalar tez taqib tashlabdi, ulgurmay qolmoq. Hop, bu tarafda, oldi tarafimizda vibrani turish holatini ko'rsak bo'ladi, qaranglar. O'sha oxirgi etapidan o'tganda falgalarni ham yopishtirib bo'lganmiz. Mana bu tarafda falgalar ham yopishgan o'sha. Mana shunaqa ko'rinishda akkuratni yurib turadi. O'sha eshikni xarakteri o'zgaradi, mashinani yurishiga ham, vibratsiyasiga ham ta'sir qiladi. Akustika ham juda ham zo'r chiqaradi. Endi bu yerga qotgan dinamiklarni sal boshqatdan chiroyli qilib qotirib, hamma narsani boshqatdan ko'rib chiqamiz hozir. Bu yoqdagi mikrofon akustikalarni ham sekin chiroyli qilib qo'yamiz. Bu yerga hozir usitchilni mana bu yerga qo'yamiz. Sizenantiga Recoil brendidan mana bunaqa usitchilimiz qo'yilyapti. 4 ta kanalga 60 nominaldan beradigan, xudo xolasa, yaxshi usitchil. O'shandan qo'yamiz hozir Sizenantiga chiroyli qilib. Aparaturasini ham hozir sekin-sekin taqqandan keyin qanaqa bo'lyapti, qanaqa qotirilyapti, ularni ham bitta ko'rib chiqsak bo'ladi. Xudo xolasa, o'zimni polni qilish niyati yo'q edi, lekin polni ham shu qo'shib yoramiz deganlarga egalari qo'shib yoramiz. Endi shunaqa qo'shib yordim. Orqa taraflariga e'tibor bersanglar, mana bu yerda mana o'sha aynan kolesning arkan tepa qismi, balondan o'sha suv bu nimadirlar uriladigan joy, o'sha joylariga ham mana bunaqa materialdan yopishtiramiz. O'shaning hisobiga ovoz ancha to'silinadi tashqaridan kirib o'tgan. Mana 4 ta kanalli usitchilimizni hozir mashina o'rnatamiz mashinaga.
просто razmer olish uchun o'sha razmerdagi boshqa usitchilni qo'yib, hozir bu yerda o'sha qotiriladigan joylarni tayinlab olyapti. Xudo xolasa kuzatib turinglar. Jarayonma-jarayon keyingi etaplarni ko'rsatamiz. Mashinamizning kolonkalarni mana shunaqa ko'rinishda qotirib qo'ydik. Eski holati esingizda bo'lsa, o'sha taxta pojimlar bilan qotgan edi. MDF orqaga tonirovka qilinyapti. Tonirovkasi o'zi qotib ketgan ekan. Ancha yillik tonirovka. O'shani tozalashga ko'p vaqt ketib qoldi. Xo'p, bu yoqda mana bu yoq tarafimiz mana qotish. Hozir pojimlarni chiroyli qilib qo'yamiz. Pojim ham zo'r yasalgan, xudo xolasa. Orqa eshigimizning ko'rinishi. Bu 17 emas, 16,5 sm ekan. Shunda standart tushdi o'zini joyiga. Berzelkasi hammasi chiroyli bo'ldi. Xudo xolasa, maytafonlarni ham chiroyli qilib qo'ydik. Hozir bu yerda usitchilni ulaymiz, simlarni hammasini to'g'rilaymiz. Keyin bitta nastroyga qo'ysak, mashinamiz tayyor bo'ladi. Hozir sizlarga obshivkalarni ko'rsataman. Qanaqa masraf qilganimizni. Eshiklarni ko'rdinglar. 3 ta sloy bo'ldi. Obshivkamizni cho'ntagiga mana bunaqa material qilganmiz. Cho'ntagining ichi qora material bo'lgan, chiroyli bo'ldi. O'ziga звук izolyatsiyani eng yumshoq variantidan yopishdi. Mana bunaqasidan. Bu juda yumshoq, ovozni zo'r yutadigan звук izolyatsiya. Buni bunday bosib ko'rganning o'zida bilinadi. Mana bunday bossanglar agar yumshoq chiqadi, qaranglar. Sekin chiqadi. Oddiy gubka bo'ladigan bo'lsa bu bunaqa chiqmaydi. Bu g'irchillaydi. Buni arzonchisi bor, o'sha bilan adashtirish kerak emas. Mashina effekti zo'r bo'ladi. Ular obshivkalarni bitta yopamiz. Polni materialni yig'ib sizlarni qotiramiz, usitchilni simlar hammasi tayyor, podключение qilib beramiz. Shu bilan mashinani egalariga topshiramiz. Xorazmga qarab ketar ekan o'shanga. O'zi sal shoshilinchroq qilindi mashina. Video yoqqan bo'lsa bitta like bilan qo'llab qo'yinglar. Podpiska qilmaganlar podpiska qilinglar. Telefon nomerlar yozilgan. Agar ma'lumot kerak bo'lsa, telefon qilib murojaat qilsanglar, sirazi hamma savollarga javob beramiz. Sog' bo'linglar. Yaxshi yil ko'rishguncha hammalarni Tuning Box salonimizda kutib qolamiz. Tuning